Ismning alomatlari. Bir kalimani ko'rganda fe'l, ism yoki harf ekanligini ajratib bo'lmaydi. Shu bois ismni fe'l va harfdan ajralib turadigan alomatlari bor. Ular quyidagilardir. Ism tanvinni qabul qilishligi. Misol uchun kitabun, kitaban, kitabin kabi. Ikkinchisi aniqlik artikli bo'lgan alif va lam kirishligi. Misol uchun al-kitabu, ar-rajulu, ash-shamsu kabi. Uchinchisi jar bo'lishligi, ya'ni kasra va uning o'rinbosarlarini qabul qilishligi. Ismni jar holatda bo'lishi ikki o'rinda bo'ladi. Birinchisi harfi jarlar, ya'ni jar qiluvchi harflar orqali bo'ladi. Jar qiluvchi harflar bi, min, fi, ala, ila, an, hatta, muz kabi. Ushbu harfi jarlardan keyin kelgan ism jar holatda bo'ladi. Ikkinchisi izofa qilish orqali, ya'ni muzofin ilayh bo'lganida. Misol uchun kitabu Zaydin, Zaydning kitobi. Bu yerda Zayd ismi muzofin ilayh bo'lganligi uchun jar holatda bo'lyapti, ya'ni kasrani qabul qilyapti. Izofa haqida esa kelgusi darslarimizda batafsil o'tamiz. Holatdan maqsad raf, nasb, jar holatlari tushuniladi. I'robdan maqsad esa domma, fatha, kasra harakatlari tushuniladi.